bojxonaga yangi mashinalarimizni olib ketishga keldik. Bu mashinalarni xuddi tushirib, o'zimiz olib chiqib ketishimiz kerak edi, lekin plan o'zgarib qoldi. Bizani avtosalongacha olib borishadi va avtosalonga tushirib berishadi. Klientlarga iloji boricha mashinani haydamagan holatda topshirishimiz kerak. Sotuvga oqlangan mashinalarimiz bizga yetib keldi. Qani hozir tushirib yuboramiz bularni. Sekin ichkariga olib kirib, mo'yka qilib, cho'tki qilib, sizlar uchun tayyorlab qo'yamiz. Buni haydab kelib bo'lib, adasi qaytib keldi. Mashinalarni tushirib olish ham bir mashaqqat. Yana akam amaylar xudo xolasa eson-omon mashinalarni tushiryaptilar. Ish oson deb o'ylamanglar. Imini mana shu mashina tushirish ham bir javobgarlik bo'ladi. Ertaga eson-omon tushirib olish kerak-da. Haydavering sekin, bismillah. So'ng plus tushiramiz oq rangini. Iminni shu avtomobilni obzorini hali qo'ymadik. Kutinglar, buni obzorini qo'yamiz va narx-navosi qiziq bo'ladigan bo'lsa, albatta videoda aytib o'taman. Mashinalar hammasini tushirib oldik va mo'ykaga tashladik ichiga. Endi birma-ketin sizlarga obzorini qilib beramiz, narxlari bilan tanishtiramiz. Uning uchun bizga obuna bo'lib qo'ying va videolarimizga like bosib qo'ying. Mashina olsang port avtodan ol, bo'lmasam vobshe olma. Sizlar bilan Bekitog'u, hamanda foydali.